Qashqadaryoga 10 tonna sut yo'nalishi, Samarqandga 7 tonnacha Bo'rdoqiga mana ortilyapti, oldindan urilib kelyapti. 17 tonnaga yaqinroq. Uzmaster kuzatuvchilari, bugungi chislamiz 19-mart 2025-yil. Bu Bo'rdoqiga eng oxirida ortiladi, Samarqandga bu tushadi. O'zi ozgincha qoldi-yu. Bu ham Bo'rdoq, ozgincha qoldi. Mana bitta ozgincha qoldi. Mana bu yo'nalishi oxirgilari. Narafagini aravaga olib chiqadi. Yo'da apparatda ham chiqyapti, bu ham sut yo'nalishi. O'sha bilan 10 tonna bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Mana kelyapmiz. Mana yo endi Bo'rdoqiga, Samarqandga chiqib ketayotgan yemlarimiz.